Xabaringiz bor, Saudiya Arabistonidagi nufuzli tibbiyot klinikalarida ishlash istagida bo'lgan hamshiralar uchun tanlovlar e'lon qilingan edi. Talabgorlar juda ham ko'p, ammo til bilish bilan bog'liq muammolar nomzodlarga tanlovlarda qatnashish imkoniyatini cheklayapti. Shu sababli Migratsiya agentligi hamshiralik yo'nalishida bakalavr yoki o'rta maxsus diplomi bor va Saudiya Arabistonida tibbiyot sohasida ishlash istagidagi hamyurtlarimiz uchun respublika hududlarida bepul ingliz tili kurslarini tashkil etdi. Dastlabki bosqichda o'quv kurslari Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlari va Toshkent shahrida yo'lga qo'yiladi. Agentlik tomonidan tashkil etilgan ingliz tili kurslari interaktiv tarzda so'zlashuv malakasini, ya'ni speakingni rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, zamonaviy o'qitish uslublari asosida olib boriladi. Quyidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va o'quv kurslaridagi joyingizni egallang.